Onyx metan panda bilan. Bundan plus minus uchun mamnun qoldirib ketamiz. Injektorni miyada ulaveramiz. Tak baribir miya ochiladi. Распределval kanalga ulash kerak panda. Управление panda. Ikkalasini ham pastga tushirib qo'ysangiz, 1-2 off noda turadigan bo'lsa, 15 gradus turadi zажигание rayniga. Tepada ikkalasi ham turadigan bo'lsa, 12 gradus surib beradi. Biyani yechib olamiz. Распределval kanal mana shu ikkalasidan ulanadi. Pastga tushib mapdan qidirishingiz shart emas. Bu yerdan qo'yishingiz shart emas. Tayyor. Распределval. Klapanning filosiga klapanning massasi yo'lanadi va mana bu через zamokka ketadi. Bunga ham shu 5 santimetrlik sopli bilan qo'yamiz. Ko'p holatlarda propanda pitillab qolib, tortmay siltab qolishlar holatlarida switchani ko'rdingiz, injektor teshiklari toza, u holatda birinchi bo'lib mashinani tekshirasiz. Sopli. Mana deb turamiz. Chotki joyda joylashgan shu. Antifrizni nega pechkada olish kerak emas deb juda ham ko'p yozganlar bor. Antifrizni pechkadan oladigan bo'lsangiz, eng to'g'ri tanlov bo'ladi. Lekin qachonki sizda bu yoqda ulashga joy yo'q, bu yoqda umuman pechkadan boshqa joy yo'q. Ikkinchisi esa faqat pechkaning yonida sizga reduktor qo'yishga joy bo'lsa, o'sha holatda eng to'g'ri tanlov antifriz pechkadan olishlik. Atak reduktoringiz bu yoqda turibdi. Siz bu yoqdan pechkani olsangiz, 45 metr mapdan bu yoqdan narigi tarafdan mana bu temperaturaga tekkizib turib o'tkazadigan bo'lsangiz, bu eng katta xato bo'ladi. Sababi mana bu 3 ta joy bor antifriz olish uchun va reduktor juda ham uzoqda. Mabodo sizda agar panda kuygan holatida benzinda ham gazda ham zavod bo'lmay qoladi. O'sha holatda ekstra nima mashina tiqib zavod qilsangiz bo'ladi. Panda распределval va kanalga ulangani uchun mabodo kuyib qolsa bo'ldi, mashinangiz zavod bo'lmaydi. Yonida turadi, любое время olib tiqib urasizlar прямой. Trekker Onyx ili shuni miyasi qo'yilgan boshqa mashinalar yangi ustanovkadan keyin zavod qilsangiz traktorga o'xshab qolsa, undan xavotir olmang. Birinchi bo'lib cheklar o'chirish kerak, ошибкаlar o'chirib, keyin zavod qilsangiz tekis turadi. Agar full komplekt bo'lmaydigan bo'lsa, akkumulyator uzib 5 sekund, 10 sekund kutasiz. Gazmet Pro Service, лучших выбор.